Kelinglar, bugun sizlar bilan mani yoshligimni eng sevimli ovqati Xivaxonligining taomi bo'lmish shivitoshini birga tayyorlaymiz. Har doim мясорубкаdan chiqazardim shivitlarni. Bu safar chopperda qilib ko'rmoqchi bo'ldim. Oson bo'ladi, tez bo'ladi deb o'ylagandim, lekin unaqa bo'lmadi. Chopperim qiynaldi shivitni aylantirishga. O'shaning uchun tuxum va suv qo'shib yubordim. Atak tuxum qo'shmasa ham bo'veradi, lekin suv ozgina qo'shgan yaxshi, jig'ildon qaynamasligi uchun. Chopperim bilan maydalab oldim. Mana ko'ringlar, shunaqa massa hosil bo'ladi. Bunga yaxshilab tuz solib, sal sho'rroq qilib, un solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qoramizni 3 ta zavalaga bo'lib oldim. 6, 7, 8 darajagacha to'yadigan bo'ladi. Endi podlivamizga o'tamiz. Yog', go'shtni tuzlaymiz. Go'sht yaxshilab qovurib bo'lgandan keyin ozgina suv ham solsanglar bo'ladi, yumshoqqina bo'lishi uchun. Keyin piyozni sovuramiz. Piyozni tillarang qilib qovurgandan keyin kartoshka solamiz. Kartoshkani men ozgina ko'proq soldim, chunki farzandlarim kartoshkasini yeydi, go'shtini unchalik yeyishmaydi. Bu tarafda suv ham qo'yib qo'ydim lapshasiga, mojito solib qo'ydim bularga ichishga. Mana chiroyli qilib qovurib oldim kartoshkalarni ham. Endi suviga yaxshilab tuz solamiz va yoyib kesib kelgan lapshalarimizni solamiz. O'zinglarning tabiiylarga qarab qattiqroq qilib pishirsanglar ham bo'ladi, lag'monga o'xshatib, lekin men ko'proq yaxshilab qaynataman, shu bolalarni qorni og'rib qolmasligi uchun. Endi podlivamizga damashq tomatni sovordim, qip-qizil chiroyli bo'lib chiqishi uchun. Lapshalarni sovuq suvda yaxshilab chayib oldim. Damashq qatiqdan o'zim qilgan suzmamni lapshaga solamiz va chiroyli qilib aralashtiramiz. Suzmani men quruq qilib tashlamayman, suvliroq bo'lib turganini yaxshi ko'raman. Mana zo'r bo'ladi. Podlivamiz ham suvlari parlanib chiroyli, mana o'rtacha quyuqlikda bo'lib chiqdi. Mana qizimga solib beryapman. Qizim juda ham yaxshi ko'radi shu ovqatni. Biz yoshligimizda faqat yozda yerdik. Hozir bolalarim yaxshi ko'rgani uchun yil 12 oy tez-tez pishirib beraman. Mana yaqindan ko'rsataman, qaranglar. Juda ham mazali ovqat bo'ladi. Mazza qilib yeysizlar. Mana. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Juda ham mazali va noodatiy bo'ladi sizlar uchun.